Poytaxtimizdagi Yunusobod sport majmuasida Murodov Professional ligasining ilk xalqaro musobaqasi o'tkazildi. Qayd etish kerak, turnirni UzReporter va telekanali jonli efirda namoyish etdi. Ladies and gentlemen, дамы и господа, лучший телеканал O'zbekistona UzReport TV. Musobaqani rasman ochib berish uchun Turizm va sport vaziri o'rinbosari, Milliy olimpiya qo'mitasi raisi va Mahmud Murodovning o'zi ham so'zga chiqdi. Aytish mumkinki, Mahmud Murodovning bu loyihasi jahon arenasida vatanimiz bayrog'ini himoya qiladigan o'zi kabi iste'dodli egalarni kashf etib beradi. Kuni kecha Nukus shahrida aralash jang san'ati bo'yicha Markaziy Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Buning esa jahon arenasiga kirib kelayotgan Murodov Professional ligasi o'zining ilk oqshomini tashkil etmoqda. Shubhasiz bular hukumatimizning yosh atletlarimizni qo'llab-quvvatlashiga, ularga e'tibori yanada yangi pog'onaga ko'tariladi. Честно говоря, я очень рад, что вы все пришли. Я лучше бы сам подрался. Barcha tashrif buyurgan mehmonlarga rahmat. To'g'risini aytsam, o'zim ham jang qilgim kelyapti bunday musobaqada. Avvalambor Prezident Shavkat Mirziyoyevga sportga ajratayotgan e'tiborlari uchun alohida rahmat aytmoqchiman. Tashkilotchi sifatida bizning maqsad yurtimizda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdan iborat. Shu tariqa turnir start oldi. Ilk jangda ikki hamyurtimiz to'qnash keldi. Bu jangda Timur Salimov ortiqcha qiyinchiliksiz raqib ustidan texnik nokaut bilan g'alaba qozondi. Xatoga yo'l qo'yishdi, Salimov hujumga o'tyapti va bo'ldi. Birinchi raundning o'zida hammasi hal bo'lyapti. Tezkor g'alaba. Murosasiz kechgan qirg'izistonlik Mamatali Bayastanulu va Murod Bokiyev o'rtasidagi jangda hamyurtimiz ochkolar nisbatiga ko'ra imkoniyatni boy berdi. Keyingi to'qnashuvda esa hamyurtimiz Umar Karimov raqibi qozog'istonlik Mederbek Xidiraliyevni parterda passiv himoya holatiga tushirib qo'ydi va referi jangni to'xtatishga majbur bo'ldi. Kechaning eng tomoshabob janglaridan biri bo'lgan Muhiddin Mamajonov va Nurshad Avulbayevlarning bellashuvida hamyurtimiz chiroyli texnika ko'rsatib, aniq zarbalar bilan barchaning e'tiborini tortdi. Albatta, boks bilan MMA aralashgan san'atlari juda katta o'rni bor. Lekin menga shu boks yordam berdi, qo'llari. Rahmat. Kechaning har bir jangi emotsiyalarga boy tarzda o'tdi. Hamyurtlarimiz birin-ketin oktagonga chiqib, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya, Serbiya, Belarus davlatlaridan kelgan sportchilar bilan jang qilishdi. Ta'kidlash lozimki, Bogdan Guskov ilk bor o'z vatanida professional jangini o'tkazib, g'alabani ham qo'lga kiritdi. Shuningdek, Bobur va Ramazonning janglari ham mutaxassislarning e'tiborini tortdi. Va nihoyat kechaning asosiy jangi vatandoshimiz Shohasan Mirzamatov va serbiyalik Aleksandr Yankovich o'rtasida bo'lib o'tdi. Unda Shohasan ishonchli g'alabaga erishib, kechaga yakun yasab berdi. Профессиональной лиги Murodova победу одерживает Shohasan Tigr